Layfhack ko'rsataman, qaranglar. Kichkina joy qolgan, kelganda mana. Bu yoqda ko'rdinglar zazori, bu yoqda ham почти zazor kam. Ko'rasizlar. Tekis oqirib qo'yish o'rgatib qo'yaman. O'zi bitta mashinaning razmerida joy qolgan mana shu yerda. Sizlar tomosha qilib turinglar. Men sizlarga birinchi bo'lib yonimizdagi mashinani oldiga mana bakoy bilan bakoyi tekis qilib olamiz. Rulni oxirgacha o'ngga buramiz. Zatnik uramiz. Ikkinchi avtomobilni ko'rdinglar. Bakoydan qaraymiz. Mana chap tomon orqa kriloyim, uni o'ng tomon farasiga to'g'ri bo'lganda rulni tekis qilamiz. 1,5 metrcha orqaga yuramiz. Rulni oxirgacha chapga dakansa qaytaramiz. Yana orqaga yuramiz. Xo'sh. Ozgina qoldi. Ana eng qiziq joyi D'ga uramiz. Ruchnoy bitta tortamiz. Rulni oxirgacha burib turib, qaranglar qanaqa qilib ketishini. Ana. To'g'ri qilamiz. Ana endi sizlarga hozir stik ko'rsataman. Hop, bismillah. Mana o'toli. Layfhackga tinig'i. Qalay. Mashinamiz o'rtada turibdi. Plus mana shunaqa kichkina joyga ham parkovka qilishni bila oldinglar. Bitta like bosib qo'yasizlar.